No, no, no. Bana hayat kışlak etkilerini uzayam katta yo'lun vahşi uzoq ekan u beli. Oldin ham shunaqa ketgandim. Qishloqdan tuzab ketdi, buyurqaydan keldi ekan. Mayli, ancha o'zgaribdi. Haliyam beli turibdi. Salom qishloqlar. O ana ajoyib. Bu meni Yo, aslında kim yer, yaxshimisiz? Yo, tiray qalaysan? Faloqat qishlog'imizga qaytibsan-da. Ha, qaytdim. Mer uyimni kaltini bersangiz uyimga borsam. Ha, mayli. Bolasini tozalab qo'yishni unutma. O'z kaltingni beraman. Kaltinglarni eng ozchiqdan. Hop, men teri kaltini bersangiz, men uyimga boraman. Mana hozir topdim. Ammo Mana ol. o meni kaltim, rahmat mer. Bolasini tozalashni unutma. Kelganingizda xursandmiz. Bo'pti, mayli bor. Okey. Bana nihoyat men qishloqimdan. Oy, qishloq ne ishing meni polizini o'ldiribsan? Voy. Yo'qol meni polizimdan. Mayli, o'zga tomosha qilyapti. Yo, barcha salom bolalar, sizlar bilan men Drake. Bugun men o'zimni qishlog'imga qaytib keldim. Sizlar esa meni videoga like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Bizda tero 100 ta bo'lishimiz kerak. Men nima? Men dastavkam yetib ketdi. Meni olib ketgan qaranglar. Men aytgan narsalarni olamiz birinchi o'rinda. Oho. U kalit. Salom qishloqqa. No. Ana ochildi eshik. Nafaring sirib ketganim bo'yicha shundoq turib ketgan. Buni bu yerga. Buni bu yerga qo'yamiz. Hop, yotog'ini bu yerga. Bo'lmani narsalarni bu yerga solib qo'ysak ham bo'laveradi. Men axir matinkam yo'q-ku. Anaqa pol tozalashim kerak edi. Agrotlarni hammayli qo'lda ham tozalayveramiz. Qani, yo'qol. Kirmay. Yo'qol dedim. Chiq dedim mana u. Meniki bu yer yo'qol. Yo'qol mana o'zi o'ldiraman hozir. Ikkishga ham qo'ymaydi ya bular. O'zini foris qilishadi, odam emas bular-chi. Mayli, menga yordamlashib olsang sen. Yordamlash desang qilmaysan. Bo'lmasa yo'nim kelib to'ydirasan, yo'qol bo'lmasa. Ana o'zi bo'ldi. Men bir yo'lni kartoshka ekanman, bular esa boshini sekyapti. Savzi. Balik. Mana oxirgi joy. Yarim sotib olsamgina ko'paga ajrataman. Mayli uyni ham buzib ketdi. Ana shikalarni olamiz. Bu yoqda shikalar yo'q ekan. Qani ketdik endi. Salom doktor qishloqqa, hali ham shu yerdan. Yo, Drake qaytib keldingmi? Keldiganda ya. Ha, Qishloqda qor yog'ar ekan. Zo'rmi? albatta zo'rda, lekin bir joylarda yo'q ketdi.
Stop. Men boshqa ishim bor edi, yoshini qolay kiyimlarni tashlab kelaman. Xullas men qilibga oldim, narsalarni ham olib oldim. Shunchaki meni bir narsam halay pul tashlagan ekan, o'sha pullarim qolib ketgan ekan, o'shalarni olib keldim obunachilar. Like bosib obuna qo'ying. Ushbu zamona men oldik keldik. Hozir narsalar berib qo'ysa mer. Nima deysan? Narsalarni olib keldim mana savdi. Olibchi menga. Mana. Mayli yaxshi, mana ishlarim ko'p edi. Shunga men ishlarimni qolay sal borib qo'yingga. Okey, mer. Mayli bo'lmasa, men ishlarim ko'p deb bilasan-ku, menlik haqqi. Tojingizni almashtiribsizmi? Ha, o'tgan safargisi bochchiroq aytadi. Mayli, uyga borib qolsanglar, davol senga davol deganlik-ku. Mayli. Eshikni ochamiz. Sana qutlaqi. Drex, o'zingmisan? Ketganligim uchun keyin Hamma shu gapni gapirsalar. mayli, gaplashamiz. Bu yerda qor yog'arkan. Mening ishim normal kiyim ham yo'q. Mayli yangi kiyim sotib olamiz. Nima ish qilaman? Bularni olib kirib qo'yish kerak, sandiq ham kerak qoladi. Men pechkalarni ham unutmadim-ku axir. Bularni ham unutishim kerak. Bizga ana bu sandiq kerak bo'ladi. Ben ikkinchisini ham olamiz. Hop, bo'ldi. Ben darrov eshikni ham almashtirish kerak. Bizda mana bular bor axir. Buni tepaga o'rnatsam-kina. Yo'q, mana bu yerga qo'yganimiz yaxshiroq. Bu sunuklarni nima qilaman? Ana, mayli. Bir kun to'g'rilab olarman. To'xta, bir yil to'g'rilagan yaxshi. Sindiramiz. Mana osonlikcha yo'l. Mana uni bu yerga qo'yamiz. Sunduqlar bu yerga. Buni qayerga qo'yaman? Buni mana bu yerga. Mana ajoyib. Bularni bu yerga solib qo'yamiz. Uyimni yaxshilashim kerak. Menga daraxt kerak. Daraxt chopsam hech narsa bo'lmaydi. Har doim o'sha qonun. Ichkariroqdan daraxt istasang, o'ylasan. Boshroqdan olsak bizani o'ldirishadi. Aynan Mir akamiz o'ldiradi. Kunlar juda sovuq. Oy, bizga qanaqa daraxt bo'lsa ham bo'laveradi, lekin ozgina bo'lish kerak. Menga mana bunday daraxt yoqadi. Qollardan ham olaveramiz, kerak bo'ladi. Juda sovuq. Shuning uchun ozgina olaman. Shu ham yetadi. Hop. Sizlar esa kanalimizga videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lamiz. Mana bu otni qaranglar. Ajoyib. Shuni otni o'rgatsam-ki. Ana pechga solib qo'yalik. Men birinchi bularni yo'stakka solishim kerak. Kirmoqda.
Ana yaptı. Umazza. Ozgina maza qilib o'tiramiz. Anza